Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Yahyoevlar oilasi. Bugungi ko'rsatuvimiz Bangkok shahridan bo'ladi. Bangkok bu Tailand davlatining poytaxti bo'ladi. O'zbeklarimiz, umuman ko'p turistlar asosan Phuket oroliga borishadi, Pattaya, ya'ni plyajlar, palmalar bor joylarga borishadi, o'sha yerga borib dam olishadi, lekin biz sizlarga bugun Bangkok shahrini, mehmonxonasini hamda juda mashhur bo'lgan 7-Eleven do'konini obzor qilib ko'rsatamiz. Sizlar bilan Kamina Kamtar Yahyoev Muzaffar va mening turmush o'rtog'im bo'lmish Lida. Lidani qovog'i osilgan, ko'rib turibsizlar. Nimaga qovog'i osilgan, sevgilim? O'z biladi. Har doim tabassum qil, chunki Tailand tabassum qiladigan odamlarning davlati hisoblanadi. Qani do'stlar, mehmonxonamizni obzor qilamiz, narx-navolarni oxirida aytib o'tamiz sizlarga. Qani ketdik. Do'stlar, bizning mehmonxonamiz taxminan katta yo'ldan kirib kelganda 50 metrcha ichkarida bo'ladi. Mehmonxonani qanaqa tanladik? Aeroportdan metroga o'tirdik. Metro bilan mana shunday 50 metrmi, 100 metr tashqariga chiqqanimizda Makkasan deb nomlangan metro stansiyasi bor. Shunday chiqib 100-200 metr yurganimizda mana shu mehmonxonaga kelishimiz mumkin. Kirib kelishimiz bilan do'stlar, Bangkok, Tailand, bunaqangi qaranglar. Chiroyli bir ilon kobrani haykalchasi, ichidan suv ham oqib turibdi. Chiroylimi? Chiroyli do'stlar. Bangkok shahri juda ham katta shaharlardan hisoblanadi. Tailandda eng katta shahar Bangkok shahri, ya'ni poytaxt hisoblanadi. Kirib kelishimiz bilan do'stlar, mehmonxonamizga bu tomonlarda har xil kichkina mehmonxonachalar bor. Bizning mehmonxonamiz sal kattaroq mehmonxonalardan, ustunlari ham juda chiroyli. Mehmonxonamizning hovlisida qaranglar. Bunaqangi ibodatxonaga o'xshagan kichkina joy bor. Nima deb nomlanishini men ham bilmayman. Mana bu Hind kinolarida ko'rganmiz, gulchambar deydi-ku. Gulchambar osib qo'ydik deydi-ku, shunga o'xshagan narsasi. Har xil qurbonlik keltiriladigan narsalar turibdi. Shamlari bor, yoqib qo'yishadi, har xil meva-chevalarni oldiga olib kelib qo'yishadi. Ko'rinishidan juda chiroyli. Ertalab chiqib Xudoning o'zi to'g'ri yo'l ko'rsatin deb chiqib ketishadi. Endi bilasizlar do'stlar, nima deydi? Ota-bobolarimiz aytgandek, Xudo bitta, unga olib boradigan yo'llar esa har xil. Mehmonxonamizga kirib kelamiz. Lobbiyimiz do'stlar, ko'rinishdan chiroyli, ancha menimcha ham, ha? Shunda eshigimizning oldiga kelganda ikkita haykalcha kutib oladi bizlarni, qaranglar. Savadinka deb turibdi. Bu tailandchasiga salom degani. Mana bu haykalchamiz, yonida har xil zontiklarimiz bor. Bangkok bilasizlar, tropik shahar hisoblanadi, yomg'ir ko'p yog'adi, o'shaning uchun zontiklarimiz juda ko'p kerak bo'ladi. Mana bu joyimizda. Bunaqa solib kelguncha, men bunaqangi ko'rib turibsizlar, sharikchani suvda aylanib turibdi. Men buni birinchi ko'rganimda anaqa folbinlarga juda bir zo'r narsa ekan deb hisobladim. Bunaqasidan baxtingdan ochaymi, taxtingdan ochaymi? Qizcha, men senda ko'ryapman. Senda tugun bor, tugun. Bir qorachadan kelgan bo'yi baland odam senga tugun qilib qo'yibdi. Buni yechish uchun 1,5 million pul berishing kerak bo'ladi, qizim. Boshing og'rib turadimi? Oyoqlaring og'rib turadimi? Turadi-ku, to'g'rimi? Tuguning bor-da. Buni yechish uchun mo'maygina pul bersang, yechiladi deb. Zo'r ekan-da. Folbinlarga juda yaxshi narsa. Do'stlar, kirib kelishimiz bilan sengu kela qol. Lobbiyimizni ko'ramiz. Lekin ko'radilar, kulib turadi-da, "Lavadigan" deydi. Juda chiroyli. Lobbiyimiz yaxshi, oddiy mehmonxonalarga o'xshagan. Bu joyda o'tiradigan joyimiz bor. Bunaqangi har xil yutuqlari bor, har xil davlat tomonidan berilgan sertifikatlar, shunaqa narsalar bor. Mehmonxonada endi bilasizlar. Bu joyda o'tirib $2 million shartnomaga qo'l qo'ydim deb maqtanib o'tirsanglar bo'ladi. O'tiradigan joylarimiz chiroyli. Bu joylarimizda do'stlar chemadonlar qo'yib qo'yishibdi. Kirib kelishimiz bilan juda zo'rmi? Juda zo'r. Lobbida turganlar yordam berishadi. Agar chemadoningiz og'ir bo'lsa, men ko'zim bilan ko'rdim. Odamlar chemadonlarni olib ichkarilarigacha olib kirib berishdi. Bu tomonlama zo'r. Tarozi turibdi. O'ylab ko'ringlarchi, nima uchun kerak tarozi? Chemadonlarda aeroportga ketmoqchi bo'lganingizda vesini o'lchab ko'rasiz. Aeroportga borganda ortiqcha pul to'lamaysiz-da. Mелочь, lekin приятный deydi-ku. Oddiy narsa, lekin shungacha kallasi yetib borganiga qoyil bo'ladi. Gap yo'q. Oynamiz bor. Chiroylimi? Chiroyli. Gulchalarimiz bor.
lobbiyimizda bitta liftimiz bor do'stlar. Qani ichkari kiramiz. Oynalarga qarab o'zimizga oro berishimiz mumkin. Bizni mehmonxonamiz 3-qavatda. Liftimiz tezligi ancha tez. Mana 1 2 3 4 5 bir 10 sekundda chiqdik 3-qavatimizga. Kim ochildi deymiz. Mehmonxonamiz eshigi ochiladi. Kirib kelishimiz bilan rasmlar bor, chiroyli, baqirmasin deb tablichkalari bosib qo'yishibdi, baqirmaymiz. Shkafchalarimiz. Bu mehmonxonamiz do'stlar eski mehmonxona, ya'ni hamma joy ishlaydi, zo'ru, lekin menimcha 2000-yilda qurilgan mehmonxonalardan bo'lsa kerak. Ko'rinishlari, eshiklarini ko'rib turibsizlar. Taxtali eshiklar. Mana bizani xonamiz 306-xona. Liftdan chiqishimiz bilan to'g'rida bizani xonamiz do'stlar. Qulflari ko'ryapsizlar, bunaqangi kartochka tit emas, qo'l bilan ochiladigan. Mehmonxonamizga xush kelibsiz. Mehmonxonamiz ichkarisida do'stlar sizlarga Lida yaxshilab obzor qilib beradi. Qani ketdik. Mana kirib kelishimizdan o'ng tomonda shunaqa shkafimiz bor. Ko'rib turibsizlar, seyflar bor. Har xil dokumentlaringizni, bo'lsa pullaringizni tiqib bloklab qo'ysangiz bo'ladi. Va fen bor buni. Turibdi. Bu shkaf kiyimlaringizni tutib bo'ladi. Keyin chap tomonga kelasiz. Chap tomonda sanitariyalarimiz bor. Unitaz va bunaqa dush. Bu tomonda shunaqa dushimiz bor. Musaftofga anaqa mehmonxona. Oddiy, normalniy, yaxshi. Va xolodilnikimiz bor. Mana bunaqa har xil snacklarni, kechqurun qorningiz ochiq qolib qolsa, shunaqa har xil narsalar qo'yib qo'yibdi, lekin bular pulli. Tekinga bizga kofe, choylar qo'yilgan. Ichib tugatganmiz, hali kelsa to'ldirib qo'yishadi. Va bu tomondan shunaqa ichimliklarimiz bor. Lekin buni ham alohida pul beriladi. Bizda tekin bo'lgan narsa faqat suv. Xolodilnikimizni to'g'risida shunaqa rakvinamiz bor. Posudalarni yuvib, shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Qaysi posudada o'tgan bo'lsanglar, mana bu tomonda shunaqa lagan, kosa, qoshiq, tarelka, anaqalarimiz hamma narsa bor. Mikrovolnovkamiz ham bor. Tifal, televizor xohlaganlar uchun. Ofisni stolli, ofis deyiladi. Shunaqa o'tirib ish qilsanglar bo'ladi. Shunaqa bo'yansa bo'ladi odam. Mana bu tomonda divan bor, o'tirib dam olsa bo'ladigan. Svetilnik bor va kravat 2 kishilik. Hozircha tozalash ishlari olib borilmadi, o'zimiz taklif tashladik. Hali ketganimizdan keyin kelib tozalashadi. Konditsionerimiz bor, mana ko'rib turibsizlar. Va bu tomondan ochilib yopiladigan deraza. Juda dim, issiq havo. Yopib, konditsioner yoqilgan yaxshiroq. Eski qilingan, hamma narsa ishlaydi, lekin yaxshi, normalniy. Musaffoga. Xonamizni ko'rdinglar do'stlar. O'zi puliga yarasha bo'ladi. Narx-navoni oxirida aytib o'tamiz. Bangkok shahrida, umuman Tailandda juda bir mashhur narsalardan biri shu binolari, baland-baland binolari tomiga shunaqangi o'tirsa bo'ladigan, dam olsa bo'ladigan joy qilib qo'yishdi. Bizning binoyimizda ham shunaqangi joy bor. Qani, ko'ringlar do'stlar, ko'ringlar. O'to'lanlar do'stlar, har xil zagar olib yotsa bo'ladigan lejaklarimiz bor albatta. Bu joydan shunaqangi manzara ochiladiki, bay deysizlar. Chiroyli, butun shahar kaftdek ko'rinib turibdi. Aytganimdek, shahar markazidamiz. Bu mehmonxona juda ham zo'r. Pastdan yaxshigina manzara ochilar ekan. Juda chiroyli, binolarni ko'rib turibsizlar. Shunaqangi daraxt tagida damni olib, xayol surib yotganga nima yetsin, to'g'rimi? Ha do'stlar. 9-qavatimiz juda chiroyli. Mana bu kimnidir xonasimi deyman, mehmonxona xonalardan ancha qimmatroq bo'lsa kerak sal. Biz 9-qavatdamiz hozir, pastga tushib ovqatlanadigan joylarni ham ko'rsatamiz. Ketdik. Do'stlar, bizning mehmonxonamiz shunda yonidagi binoda nonushtalarimiz bor do'stlar. Ichkariga kirib ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Keling. Do'stlar, nonushtani bilasizlar, shvedskiy stol bo'ladi. Shvedskiy stol, ya'ni shunda ertalab soat 6 lardanmi 11 largacha taxminan narsalar qo'yiladi, bemalol olib yeyishinglar mumkin.
o'tiradigan joylarimiz yomon emas. Kofe, mofe, choy, poy hammasidan bor. Nonushta kuniga taxminan $10 qo'shimcha bo'ladi har bitta odam boshiga. Biz olmadik nonushta. Biz ko'chadan ovqatlanamiz deydi. To'g'ri pul ekonom qildik aligina. Qimmatda $10 odam boshiga. Odam boshiga $10 ancha qimmat tushadi. Nonushta qilib, kuch-quvvatga to'lib, do'stlar, shundoq chiqishimiz bilan trenajyorniy zalimiz bor do'stlar. Chiroyli gullarni ko'rib, mana shu trenajyorniy zalimizga kirsak bo'ladi. Bu ko'p mehmonxonalarda bor. Nimaga deganda, Bangkokda do'stlar, sport bilan shug'ullanish juda qiyin. Trotuarda yugursangiz bo'ladi-yu, lekin qarshingizdan odamlar chiqadi, trotuarlar kichkina, qoqilib, turtilib yurishingiz mumkin. O'shaning uchun shunaqa trenajyorniy zallarda hamma shug'ullanib, tish qilib, hay deysizlar, orqasidan ombak kinosini ko'rganmiz-ku do'stlar, ombak. Tailandlikda o'sha fil orqasidan himoya qilib yugurib yuradi-ku. Ombak shu yerda yugurib, trenirovka qilib, har xil urush janglar usulini o'rgansanglar bo'ladi. Endi bu yoqda albatta terlab ketadi odam. Terlab ketib shug'ullangandan keyin bitta dushga kiramiz. Dushga kirganimizdan keyin quyoshli, issiq kunlarda nima qilishimiz mumkin? Mehmonxonaning shundoq bir tomoniga kelamiz. Qarabsizki, bu tomonda yosh bolalar uchun o'yingohlari bor, har xil kachelyalar, aylansa bo'ladigan joylarimiz bor albatta. Bu boyagi nonushta qiladigan joyimizdan biri, do'stlar. Va eng muhim tomonlaridan biri. Shundoq ozgina chiqishimiz bilan ko'rib turibsizlar, o'tiradigan joylar va albatta ko'zni quvnatadigan hovuz. Do'stlar, kun issig'ida men ko'rib turibsizlar, men o'zim ham peshonamdan ter oqyapti. Bangkok, Tailand, nam havo. Har doim terlab yuradi odam. O'shaning uchun mazza qilib cho'milsanglar bo'ladi. Chiroylimi? Chiroyli do'stlar. Arziydimi? Arziydi. Ana endi do'stlar, narx navo haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Mana do'stlar, mehmonxona, basseyni, trenajyorniy zali, shunaqangi chiroyli bir mahallachasi bor. Bu mehmonxona yangi mehmonxona emas, ancha eski mehmonxonalardan. Narx-navoga keladigan bo'lsak, 4 kecha 5 kunduzga biz $150 berdik. Bu narx o'rtacha boshqa mehmonxonalar bilan solishtirganda yomon emas. Bundan ham yaxshiroq sharoitli xuddi shu narxga bor albatta, lekin bu mehmonxona qulayligi yonimizda 2 ta metro bor. Bittasi aeroportga ketadigan, bittasi shahar ichida aylanadigan metro. Qo'shimchasiga shahar markazidamiz. Shuning uchun shunaqa narx. 4 kecha 5 kunduzga $150. Do'stlar, ana endi Bangkokda mashhur bo'lgan 7-Eleven do'koni bor. O'shanga qarab yo'l olamiz. Qani, ketdik. Mana do'stlar, sizlarga va'da qilgan 7-Eleven do'konimiz mana shu joyda. Bizning mehmonxonamiz mana bu joyda. Taxminan 50 metr chiqib kelganimizdan keyin shovqinni ko'rib turibsizlar do'stlar. Bangkok o'zini shovqinlari bilan ham mashhur. Bu do'kon aytib o'tganimizdek odatiy do'konlardan emas. O'ylaymanki, kimda kim do'konli bo'lsa, ana o'shanga juda bir yaxshi bir motivatsiya bo'ladi shunaqangi do'kon ochish do'stlar. Do'konimizga kirib kelishimiz bilan do'stlar, bunaqangi katta sudrab yuradigan aravachani olsak bo'ladi yoki bunaqangi qo'lga kichkina karlinkachani ham olsak bo'ladi. Bu tomonimizda do'stlar bananlar donalab qilingan bunaqangi mayda-cho'da bananlardan ko'rib turishingiz mumkin. Dragon fruit, ajdar meva va hokazo mevachalar. Bu tomonimizda ovqatlarimiz bor do'stlar, ko'rib turibsizlar. Tuxumli, har xil ziravorlar bilan achchiq, bunaqa go'shtli, ustida anaqa pishloq bilan birgalikda tayyorlangan har xil ovqatlarimiz bor. Yarim tayyor fabrichniy ovqatlar. O'tgan ko'rsatuvda ham aytdim, buni hammasi ximikat bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, pishiriqlarimizdan kruassan, bunaqangi portugalskiy tuxum bilan, qaymoq bilan tayyorlanadigan, Xitoyda ham juda mashhur bunaqangi pishiriqlarimiz. Upakovkalarni ko'rib turibsizlar, xilma-xil do'stlar. Bunaqangi plastik idishlarda ham bor, korobkalarda ham bor. Ko'rib turibsizlar, pechenyelar, tabiiy nimani xohlasa hammasidan bor do'stlar. Hech bunisidan xavotir olmanglar. Mana ko'rib turibsizlar, nonlar, bunaqangi tosterga ruletlar har xil. Juda ko'p. Bu tomonimizda do'stlar, bunaqangi g'alati bizga notanish bo'lgan qanaqadir saqishga o'xshagan bunaqa cho'ziladigan narsa deb aytishdi bizga. Yana bilmadim. Quritilgan turshak-murshak va hokazo narsalar.
Ko'rib turibsizlar, xolodilnikimiz bor, juda ham katta, tabiiyki. Ichida muzlatilgan baliq, yarim tayyor mahsulotlari, guruchli, qo'ziqorinli, lag'monli, bunaqangi krevetkali, chuchvaraga o'xshagan narsalar, tailandliklari o'ziga yoqadigan ta'mlardan tayyorlangan, muzlatilgan, yarim tayyor fabrikat mahsulotlar. Ximikat albatta. Bu tomonimizga kelishimiz bilan ko'rib turibsizlar, har xil mayda-chuda, bunaqangi yer yong'oqcha, qulpinacha, quritilgan, salgina quritilmagan, ho'l bo'lib turgan hammasidan topishimiz mumkin. Bu tomonimizda ham. Bu do'kon shunaqangi do'konki, do'stlar, hozir mana O'zbekistonda korzinkalar ochilib ketyapti. Mana bunaqa kichkina do'koni borlar. Ancha-muncha yo'qolib ketish ehtimollari ham yuqori. Agar do'koninglar bo'lsa, shunaqangi narsalar bilan to'ldiringlar. Juda ham ko'p qulayliklar bor. Buni yana ko'rib o'tamiz. Souslar. Juda asal, achchiqroq, undan ham achchiq, soya, hamma sutlar bor, do'stlar, xilma-xil sutlar ham juda ko'p turlari, shokoladlar. Bu tomonimizda endi nima deydi, nonushtaga tuxum kerak bo'ladi. Qaranglar, 4 talik. Qiziq. Mevachalarni to'rab qo'yishgan, qaranglar. Paketda, ha? Archilgan mandarin. Noklarimiz bor, qovunlarimiz bor. Mana bunaqangi to'rtburchak nima bo'lishi mumkin do'stlar? Ko'ryapsizlarmi? Bunaqangi energiyaga to'ldigan rasm qo'yib qo'yishibdi. Bu degani, buni olamiz ichidan suv bilan aralashtirgan holda o'zimizga napitka qilib tayyorlab ichamiz. Xilma-xili bor. Ayollar uchun, erkaklar uchun, ayol va erkak aralashlari uchun Tailanddamiz, bilasizlar. Davom etamiz do'stlar. Bu tomonlarimizda har xil ichimliklar, bu ham qaranglar. Meva-chevalarni ichiga tiqib kompot qilib qo'yishgan. O'zimizda qishda kompot tayyorlaymiz, shuni plastik varianti. Juda chiroyli, hamma narsa bor. 7-Eleven bekoriga Tailandda mashhur do'konlardan hisoblanmaydi. Chaqchuqlarni topishimiz mumkin. Bu do'konimizda inson hayotiga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hamma narsa bor. Ishoning, hamma narsa bor, aniq. Yana bitta polkamiz. Bu polkamizda do'stlar ovqatlar bor. Hammasi ovqat. Xohlasangiz guruchli, xohlasangiz baliqli, xohlasangiz lag'monli, xohlasangiz lag'mon bilan guruch aralashgan holda. Har xil souslar, har xil pripravalar, hammasini bemalol o'zingizga topishingiz mumkin. Hattoki salatlarimiz ham bor, qaranglar. Sog'lom hayot tarzi degan narsalarga amal qilishadi. Kimdir xohlasa, menga ovqat emas, menga sog'lom ovqat kerak desanglar, har kuni mana shunday tovuq go'shti bilan qaranglar. Har xil salatni listlar bilan, cherry pomidorchalar bilan, bodringchalar bilan tayyorlab qo'yish. Menimcha bu tayyor anaqa ovqat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shuni olasiz, bitta tashlab olasiz, lag'monni olasiz, bitta tashlab olasiz, qarabsizki tayyor bo'ladi ovqatingiz. Zo'rmi? Zo'r. Davom etamiz. Do'stlar, Yaponiya shu yerda deydi-ku. Sushilar. Lasos adashmasam balig'i nomi. Lasos balig'idan sushi tayyorlab qo'yishibdi, bemalol olib yeyishlar bo'ladi. Men o'zim sushini yomon ko'raman, bilmayman nimaga. Odamlar sushi deydi. Menga uncha yoqmaydi sushi. Wasabi anaqalar bilan, souslari bilan qo'yamiz. Zo'rmi? Zo'r. Do'konimizda yana bir qulayliklarni o'sam, kelasiz, och qolgan bo'lsangiz, buldak degan Koreya anaqasi bor, ramyoni bor, bilsanglar kerak, ko'pchilik biladi. Tayyorlab olasiz. Xohlasangiz souslarni yana qo'shishingiz mumkin. Bu achchiq, juda ham achchiqlardan ham olishingiz mumkin. Issiq sousni olasiz va ikkinchi etajga chiqib bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Shunda ramyonimizda oldida shunaqa sosiskalar bor va ramyonni ichiga tiqib nima yemoqchi bo'lsangiz, xohlagan narsangizni topishingiz mumkin. Va bu tomonda sendvichlar bor, har xil. Burgerlari bor. Va har xil yana sendvichlari bor ekan. Guruchli nomi nima deb? Qiziq. Va men sizlarga maslahat beraman. Mana bundan yeb ko'rishlaringiz kerak. Обязательно Tailand kelsanglar, 7-Elevenga kirib cheese toasted sandwich degan isitib yesanglar bo'ladi. Mana shu yerda o'zidan so'rasanglar, isitib berishadi va shunaqangi ta'mi mazali. Uni hali ochib yeb ko'ramiz. Nolamiz. Tailand davlati do'stlar juda ham issiq davlat hisoblanadi. Qishin yozin yoz bo'ladi bu yoqda. O'shaning uchun muzqaymoqlardan hech xavotir olmasanglar bo'ladi. Xilma-xili bor albatta. Vino, ichimlik, alkogol ichmoqchi bo'lganlar uchun ular ham bor.
Do'stlar, shokoladlarimiz, yana aytganimdek, vaflilarimiz ham xilma-xili bor, bemalol topsanglar bo'ladi. Chipslarimiz xilma-xil, Lay's, Mays hamma brendlardan topishinglar mumkin, o'zlari tabiiylarga qarab ketaveradi. Bu do'stlar, do'konimiz aytganimdek, hamma narsa topsanglar bo'ladigan yog'lar ko'rib turibsizlarmi? Har xil yog'larimiz bor. Nima, ertalabda mazza qilib nonushta qilish uchun har xil nimadirdi? Kakaoga aralashtirilgan xlopia deydi. Shunaqa narsada? Kakaoning o'zi mana. Kakaoning o'zi. Ha, xullas kakao do'stlar. Kakaoning o'zi. Aytganimdek, ramyon, pamyon, rolton, molton, dashirak, mashirak hammalda bor. Souslar, bunaqangi baliqlar, tuna baliqlari, har xil salatlarga qo'shib yesanglar bo'ladi. Konserva bankalar. Juda ko'p. Davom etamiz do'stlar. Do'konimiz kichik bo'lishiga qaramasdan shunaqa qulayliklar mavjud. Mana kofelarni olasiz, mana bu yerda shunaqa idishimiz bor. Qo'yasiz, issiq suvda olib, ertalab ichib ketaverasiz. Yoki tayyorlangan shunaqa qadoqlari bor. Bu qora kofe, sutli kofelarni olasiz, issiq suvda solasiz va kuningizni boshlashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa shunaqa idishlari turibdi, ko'rib turgan bo'lsanglar, kattasi bor, undan kattasi bor, yoki kichik o'rtanchalar har xilsi bor. Shulardan tayyorlangan suvlari bor, shunaqa tayyorlab qo'yishgan. Kofe yoki kakao yoki xitoy choyi, ice tea bor. Idishlarni olasiz, suv to'ldirib, muz to'ldirib, narsasini olib kassaga borasiz. Shu tomonda hamma biladigan kola, fantani har xil turi bor ekan. Mana bu tomonda muz olishingiz mumkin. 20 batga bir pachka muz. Do'konimizda balandligi ham unaqa baland emas, kattaligi ham unaqa katta emas. O'zimizda oddiy do'konlar bor, mahallalarda. Shu razmer jihatdan xuddi shunaqa, lekin narsani ko'pligi jihatdan teng kelmaydi. O karlinkadek bir xil narsaning ko'pligi. Ichimliklar son ming xil do'stlar. Choyli, shirinroq, ozgina shirin. Bunaqa pulpuni Red Bull adashmasam vatani Tailand bo'ladi. Shunaqangi Red Bull, Petbulllar bor. Bunaqangi kichkina narsalarda suvga aralashtirasiz, boyalikda ko'rsatgandek, muzga aralashtirasiz, suvga aralashtirasiz. Aralashtirib bitta ichsangiz, energetik bo'ladi. Bizda Red anaqa nima, Gorilla 18+ shunaqangi hozir rivojlanib ketgan-ku, bu yoqda shunaqangi kichkina idishlarda ham sotiladi shunaqa narsalar. Ya'ni energetiklar. Kofelar, do'stlar, xilma-xil. Bu yoqda alkogol sotiladi. Parda qilib qo'yishdi. Piva-mivalar, menimcha kunduzi yopib qo'yish majburiy bo'lsa kerak. Alkogol ko'zga ko'rinmasligi kerak, nazarimda. Bu ham bir propaganda misolida, ya'ni alkogolni reklama qilmaslik misolida juda zo'r ekan. O'zini vaqti kelganda ochib qo'yishadi, vaqti kelganda yopib qo'yishadi. Zo'r. Bu tomonlarimizda chaqchuqlar, har xil ko'ryapsizlar. Yer yong'oq, bodom-sodom va hokazo narsalar. Aytganimdek, shampun, pampun, zubnoy shotkalar, zubnoy pastalar, parashoklar, jenskiy gigiyena bu. Mana bu yoqda beauty pardoz-andoz qiladigan kremlar u har xil dezodorantlar bor do'stlar. Yana bir burchaklarimizdan biri bu ayollarga manzur tushadigan, juda yoqadigan burchak. Bu kosmetika burchagi. Shunaqa pomadalari bor. Buni ko'rsanglar, e'tibor berdinglarmi? Erkaklar. Bu erkaklar surtadigan pomadalardan biri. Chunki biz Tailanddamiz. Tak. Hamma yaxshi pomadalarni, bunaqa brendi yaxshi bo'lganlarni oddiy bir marta, ikki marta ishlatiladigan shunaqa alohida solib qo'yishgan. Mana bu tomonda shunaqa qosh uchun qalamlar, tushlar, hamma narsa ayollarga kerakli bo'lgan hamma narsa mavjud. Mana bu tomonda qanaqadir qo'shon deyiladi. Yana bir narsa, kelgunlaringizcha hech qanaqa kosmetika olib kelishlaringiz shart emas. Mana hamma narsasi bor. Men SPF olmagandim. SPF tanlaymiz hozir sizlar bilan. Mana hozir sizlarga bittasini olib ko'rsataman. SPF Yaponiyaniki. Shunaqa bo'ladi. Buni 2-3 marta ishlatsanglar bo'ladi. Yana boya aytganimdek, hech qanaqa kosmetikasiz kelsanglar, 7-Elevenga kirib, xohlagan o'zingizga kerak bo'lgan narsalarni olishlaringiz mumkin. Shu brend mashhur adashmasam. Hamma brendni shunaqa kichik одноразовый ishlatiladigan bunaqasi. Idishchalarda bor ekan. Bilmayman. Tushlarni, wow, tushlarni ham bir marta, ikki marta ishlatadigan bor ekan. Qiziq. Даже qalamni ham bir marta ishlatadigan.
SPF nima degani? SPF quyoshdan saqlaydigan krem. Tailanddamiz. SPFlik albatta kerak bo'ladi hammaga. Kuyib ketmasligi uchun. Va bu tomonga keladigan bo'lsak, dezodorantlar, har xil duxiylarni bilasizmi? Odamning me'dasiga tegadi-yu, tim bo'lib issiq joyda. Shunaqa spreylari bor. Bunaqa bodyga sepadigan spreylari, dezodorantlar har xil turi bor va men juda ko'p joyda ko'rdim. Mana bunaqa yuzga krem surtish issiqda mumkin emas. Shunaqa powder degan, xuddi persipkaga o'xshaydi, lekin xuddi yuzda nimani nomi nima deydi chiqdi? Foundation. Yuzga suradigan krem degan bu. Okay. Yuzga suradigan kremlarni o'rnini bosadigan shunaqa powderlari bor. Yana xuddi persipkaga o'xshaydi. Juda yaxshi, sovg'iga olib ketmoqchiman keyinroq. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana bunaqangi mayda detallari bilan juda mashhur shunaqangi do'konlarimiz. Bu issig'i tushiradiganmi? Shunaqangi narsa qaranglar. Bolangizni issig'i ko'tarilib ketsa, bitta yopishtirasiz, adashmasam issig'ini tushiradi. Mana bunaqangi narsalar ham juda ko'p narsalar. Bu issiq mamlakat bo'lgani uchun burunni qilib yuradigan narsalardan biri. Miyakni qiladi-da, burunni ochib yuboradi. Miyangizni sezasiz-da o'shanda. Achchiqligidan joyiga qo'yish qiyin ekan. Bu tomonimizda do'stlar linzalar bor. Ko'ryapsizlar, Koreya, Yaponiya, Tailand davlatlarida aynan shunaqangi mayda-chuyda narsalar, ko'zga linzacha, bunaqangi uxot qiladigan kremchalar va hokazo narsalar juda mashhur. Albatta bizga kerak bo'ladi. Naushniklar, batareykalar, o'yinchoqlar, vlajniy salfetkalarimiz ham bor. Menga hozir olishimiz kerak, terlab ketdi nimagadir. Do'konchi sig'madi, lekin terlab ketdi baribir. Do'stlar, eng kerakli bo'ladigan narsalardan biri SIM karta sotiladi bu do'konimizda. 7-Eleven'da xohlagan joylarga kirsanglar, SIM karta bor. Taxminan 200 batga olsanglar bo'ladi. Aeroportda 400 bat. Ya'ni aeroportda olmoqchi bo'lsanglar 2 barobar qimmat. Agar amallab kelib olsanglar, SIM karta 2 barobar arzon do'stlar. Olib, pasport bilan kelish kerak. Pasportinglarni bersanglar, registratsiya qilib beradi. Biz shu joydan oldik. Bu tomonimizda xohlasanglar samolyotlar bor. Bangkokka, yo'q, to'g'ri Tailandda ichida har xil samolyotlar, misol Phuketga borsanglar bo'ladi, Pattaya va hokazo joylarga shu joydan bilet olsanglar bo'ladi. Poyezdga chiptalar olsanglar bo'ladi. Shunaqa do'stlar. Yana bir ayollarga manzur bo'ladigan narsalardan biri shunaqa keratinli shampun kapsulalar bor. Har ishlatganingizda bittasini sindirib ishlatasiz. Ya'ni bu soch mana bangini ko'rasizlar. Nam havoda sochda siliq qiladigan keratinlarimiz kerak. Bu tomonga keladigan bo'lsak, har xil kraskalar bor. Mashhur aniq brend va Koreyan brendi ham bor ekan. Birga bir ekan, qarang, bir marta olsangiz, shuncha qolmaganmi? Bitta olsangiz qo'shib beradi. Ha. Yaxshi. Qiziq joylari bor. Mashhur brendlarning ko'pni mana koreyskiy ekan bu ham. Hammasidan olib ketamiz hali. Shu joy. Mana do'stlar, endi kassaga kelamiz. Narsalar, o'zi ikkita narsa oldik. Boyagi pishiriqcha, mana bu kosmetika. Hello. This two only. Ko'ryapsizlar, xohlagan kartalarda pul to'lab o'qisanglar bo'ladi. Visa, Mastercard, Union Pay, hammasi, WeChat, Alipay bor. Tailandga xitoyliklar juda ko'p kelgani uchun WeChat bilan Alipay ham bor do'stlar. Mana mikrovolnovkalarni ko'ryapsizlar. Boyagi yarim tayyor ovqatlar bor-ku, shunda bersanglar isitib beradi shu yerda. Pul birligi bat, qaranglar. Chiroyli. Qirolli rasmi bor tushirilgan. Hello. Tailandliklar juda ham xushmuomala. Kulib turadi sizga aytaqa. Tirjayib. Do'kon haqida yana qisqacha aytadigan bo'lsak, kelajakda do'koninglar bo'lsa agar aynan shunaqangi narsalar qilinglar, chunki katta do'konlar bilan konkurensiya qilishni o'zi bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar. Xohlasangiz ovqat pishirasiz, xohlasangiz isitib yeysiz, xohlasangiz muzlarni qo'yib ichish hamma sharoit bor. Odamga nima kerakki bo'lsa, hammasi bor do'stlar. Bunisiga javob. Shunaqangi mayda-chuyda narsalar aynan 7-Eleven do'konini o'ziga jalb qiladi. Juda ko'p odam internetda ham gapirgan 7-Elevenga kiringlar, xohlagan narsalarni topasizlar. Biz esa mana bu pishiriqchamizni isitishini kutamiz. Ko'chaga chiqib sizlarga yeb ko'rsatamiz do'stlar. Mana do'stlar, biz ham pishirig'imizni isitib berishdi mikrovolnovkada. Biz qo'shimchasiga bunaqangi 3 ta ichimlikka oldik, muz oldik, qaranglar.
krishkalar bilan, chopstik bilan. Hozir hammasini aralashtiramiz, ham yeymiz, ham ichib ko'ramiz. Ikkinchi qavatimizga chiqib boramiz do'stlar. Ikkinchi qavatda o'tiradigan joyimiz bor. Bu joyimizda sushi tayyorlashar ekan do'stlar, sushi. Ko'rasizlar rasmlarni? Har xil sushisi bor. O'zini 7-Eleven ga tegishli sushi oshxonachasimi? Shunga o'xshagan narsa. Sekin o'tirib olamiz. Muzimiz bor, ko'ryapsizlar, katta idishda. Ochamiz, ichiga Jele solasiz. birinchi jele solamiz. Birinchi jele solib ko'ramiz. Biz buni internetdan tomosha qilib ko'rdik. Ha? Rangi yo'q ekan-ku. Biz xohlaganimiz tugagan ekan. Shuning uchun shuni oldik. Ko'k rangi bor edi, biz bunaqa qulpini oldik. Rangi yo'q. Limonad solamiz. Do'stlar, vitamin C vitamin degan bunaqangi apelsin bor. Solib ko'ramiz. O'ylaymizki, oxirida yaxshi bir mazali narsa chiqadi. Internetda har xil videolarda qo'yishgan ekan odamlar. Shunaqangi aralashtirsanglar zo'r mazza bo'ladi deb. Qaranglar, svetofor bo'ldi. Ha? Chiroyligimi? Yog'on emas. Bunimizni olamiz. Tayoqchamizni ustini yopib turib. Qani? Yomon narsa emas, yaxshi. Bunaqangi kattaligini qara. Ko'chada ketayotganda ichib yursa bo'ladi. Xuddi bir yupi bo'lardi. Yupimi shunaqa narsa bo'lardi yoshligimizda. Suvga aralashtirib, kola qilib ichardik. Bakrashkaga solib aralashtirib. Shuni sal boshqacharoq qimmatroq, zamonaviyroq varianti menimcha. Yomon emas lekin. Ichsa bo'ladi. Va boyagi pishirig'imiz do'stlar. Isitib berishdi. Ko'rasizlar, bu shirinlikka o'xshagan. Ichida Sir bor. Faqat ikkiga bo'lingan. Ha, ikkiga bo'lingan, qaranglar. Ichida sir bor. Mazasi zo'r. Kecha bunaqa uzun bo'lib chiqqandi. Ha. O'zi aslida bunda bo'lganda shu ichidagi pishlog'i sal cho'zilishi kerak. Sal cho'zilyapti. Ancha-muncha cho'zilyapti, qaranglar. Zo'r do'stlar. Xullas, do'konga kelinglar, xohlagan narsalarni olinglar. Yana mayda-chuyda bizni ko'rsatmagan narsalar juda ham ko'p. Shu bilan bu ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Kamina Kamtar Muzaffar hamda kamera ortida turmush o'rtog'im Lida. Bangkok haqidagi videolarimiz yana davom etadi do'stlar. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.